oylik to'lovim to'g'ri kelsa, boshlang'ich 50% ni to'lasam, ipotekaga berasizmi? Обязательно. Yes. Bo'ldi. 3 soatga qurilgan 5 ta xona plus katta hol 100% pishgan ishdan qurilgan ushbu xonadonimiz 130 ming. Hovlimizda katta zeleniy zonamiz bor. Etagimizda katta naves va bitta hojatxona bor. Biz esa endi uy ichiga kiramiz. Ketdik. Bu oshxona va mehmonxona. Bu esa oilaviy o'tirish uchun kattakon hol. Bu yerda bitta yotoqxona. Bu esa balkon. Havo aylanib turib, quyosh nuri tushadi. Bu umumiy sanuzel. Bu yana bitta yotoqxona. Ikkita chetda esa o'zini sanuzeli bor kattalar yotoqxonasi. Bu esa hovlimizning orqa tarafi. Bu yerda kotelniy. Bu esa kladovka. Ko'cha tomonni o'ziga 3 ta mashinani qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Manzil Bardanko'l, orientir rohat posti. Katta ko'chagacha 200 metrgina chiqadi. Bu videoni katta sotiqli lekin arzongina uy qidirib olganlarga shunday jo'natib qo'ying.